105 kvadrat plus balkon. Lokatsiya Yakkasaroy tumani, Shoshkent O'zbegim Development. 14 qavatli Novostroyka uyi 12-etajida upakovka xonadon sotuvga chiqyapti. O'rtoqlar, hammamiz yaxshi bilamiz. 245 ming dollar bilan ushbu xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Uy bilan tanishamiz. Ko'rishingiz uchun oshxona, o'zining balkoni, piramid towerga qaragan shunaqangi chiroyli meblyovkalarni qilib qo'yilgan. Asosiy prixojniyimiz, ya'ni asosiy uyga kirish qismimiz, hol ko'rasizlar anchagina keng, prixojniy mebellari va chap qo'lda ikkinchi xonamiz, ya'ni mehmonjonlarimiz uchun mehmonxona. Uyimiz dizaynskiy remont, texnikalar esa Hoffman brendiga tegishli. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Ko'rasizlar. Katta oilalar uchun ham juda ham yaxshi variant, nimagaki anchagina katta kvadrat. To'g'rida, совмещенный sanuzlimiz. Ko'rasizlar. Va buni yonginasida esa prachniy xona. O'ng qo'lga qaraydigan bo'lsangiz, kattalar uchun yotoqxona, umumiy sanuzildan tashqari yotoqxonani o'zini sanuzillari mavjud. Xo'p, to'g'rida esa yotoqxonani ko'rsak bo'ladi. Anchagina remontlari qilingan ishlar ancha ham sifatli, chiroyli qilingan. O'rtoqlar premiumni yoqtirganlar uchun yoki premiumni so'raganlar uchun yuborib qo'yinglar. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqsanglar bo'ladi.